Ben hakikat kaldım. Kıp. Dada meni amaçda жағдай qilishimga sen gunohkor! Sen gunohkor! Sen gunohkor! Eshik ochiq, kiravering. Sizga kim kerak? Bana Ferhat Kanlı'yı kerekti. Menchu Ferhat kam emas. Eşi siz izlayotgan Ferhat akangizning qizi bo'laman. Ferhat Kanlı'nın türü set, tutları kıngır, kızı bar ekanligini bilgan bo'lsam, ben bu uyni kamatdim. Hey, shumak tashlayotgan manfas. Sen avvalcha o'zing turi qarab boqqana, orangutan maymundan farqin qolmay qopdi. Mana kelishgan, boy egiz, qizlar aşık bo'lgudek chiroyli bir yigit men qarab turdi. He, dadam uyda. Uyga kir. Voy, o'zing dakatga so'zing qara. Mening putlarim qo'yamamdan. Tüs. O'zingning putlari qing'ir. Kırıyorum. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Sen Aziz'in oğlu mu? Ha, o'g'li. Çünkü yüzünüz yok. Gözü yakınla. Hey Azat, to'xta. Sen tabakını bulunurken bana mayak diyediğin bolsa. He, Rasla. Yakılga yerin bana mun divanda. Senin qo'sing to'q o'xshaydi o. Man qara. Tatlikka atigan turib, mallarni padir etib etib, yig'illarni beshiktirib et. Keyin ho'ldan suv chechib etib, chayingni ich. Andin do'konga berib, yuk to'chiq uchun bo'lib ishlaysan. Hozir yo'lni yerib kelgansan. Berib, deminglar. Dada, mening o'sha kungi qag'inimga sen gunohkor. To'xtab tur, dada. 5-6 yilning ichida sen mi qaraysan? Mana men shu vaqtda sendan o'chim olaman. Mening bu yerdan ketishim kerak. Ya, juringlar o'tiraylik. Ya o'tiringlar. Siz ham asroq cho'mimiz. Undaqda men seni kutmayman. Dayı sonunda. Asad dalaş. Götür koyayım Allah. Doğru yapmış. Götür. Benim sözüm gel koy adamsın. Götür. Ha götür. Herkes koymayacağım bunu. Koy. Götür. Asad dalaş. Ben senin için
Jelimden beri sana taya. Sana nem gerek? Hemen tepireleyim adaş. adaş. Pul demse pulnum de berme adaş. Senin sözün manga yak koymaymasa sözüңde esinde bolsun. Qani kötürüp koyarıp Allah kızla. Ha bolmaz. Köte adaş köte. Ha bolmaz. Ya meni sözüm yak koy adamsa köte. Köte. Yak koyman bir sözümde köte. Pul demse pulnum de berme adaş. Şükret adaş. Bana biraz pul gerekti. Mümkünçülüğün bolsa. Evet besan. Adaş sen bilsen go ben senin için iştimde aybaylık adam değilim. Bırak adaş bal pulga ben mal evit kapmayayım. Tekrar etkin adaş kap bolmagan. Adaş. Bana biraz pul gerekti. Bana mümkünçülüğün bolsa evet besan. Adaş. Bana pul gerekti. Mümkünçülüğün bolsa evet besan. Sizler mening pulim bo'lsa, shu vaqtidala ag'in-keslarda Sen nime? Kurulku demin iş geldin mi? Saat karap bakın. 5 olay dedi. Bak, şunu kal. Ne buldunuz? Ketip kalgan bir heykelde turup kaldınız mı? sizga qarab, dunyoda bundaqmi set qizlar bo'ldi ekan-ku deb hayron qilib turib qoldim. Qanchalik set bo'lsam mı? Orangutan maymundan chiroyli ku. Durust deysiz. Orangutan maymunning yuziga ishki kelib bo'yoq bo'ysa, sizga o'xshab qoladi. Vay voy, boyak sürkeydiğen chiroyli maymun. Patkadan vaqti qoldi. Yig'lana. Tova. Dadamı şu kızıkla. Orangutangımı mal kara dep demdi. Hey, dön bu çakkana yerin kulu tömek serpti. U pulni buni qizingizdan undirib eling. Yetmaginni ha meni sumkamdan eling. Daraxtın daraq sakrashdan boshqa hech kim bilmaydigan orangutangdan birnim kutkul bo'lamda. Şehirden bu papalığımızda bu dötni. Neligi pul deyip gedip evet ettim.
Өзіңнің дүканлары дәйекілі маллаға көңіл бөліп кеттің ғой? Көрсе адаш, 4-5 айның ішіділа мұшы дүканла менің болады қара. У планың бойынша бірінші Зумратқа өліншін керек. Шындақ қой. Тоғыр дейсі адаш, бұл қызғы өленмей тұрып, біз перхаткамны yoқтамаймыз. Зумратның меніш тұрышығы қарсаң, қылықлары қарсаң, әр кішінің еш пәрқі жоқ. Ал қысынылы қыз екенлігінің білгілі болады. Сән ойлап ке. Оның атчығыны келтіріп қойсаң, сенің білән мұшлашқылы оттырғы чықышын қайтмайды. Дұрыс дейсі адаш. Amma, Assalomu alaykum aka. Bir narsa kelib beraymi? ya rahmat. O'zini chaqirmiz, ha? Bu qizning mijoz xulqini yaxshi bilaman. Faqatla er ayol degan hujjatni olgandan keyinla men u qizni nima qilishni yaxshi bilaman. Mayvançlara yitip ketkin karmam lan. Sen mandak yatsan oynayıp kim süpürdü? Cürümesine köste. Tu man. Hey. Bana başına su kızı. Sürükte maymunlan ügüç oңайдайды. Orangutan ügüç mümkün emez okşaydı lan. Ügetken adamning kichiknan bo'lsin parasiti bo'lsa, shu orangutan birdaniga o'g'ini oladi. Kapşıyamay mandak süpe. Bundoq süpürsə aka. Me. Men durust tushunmadim. Men yan ko'zda yetamsiz. Tova. Orangutan maymunun adamını aldıb işletmek şipoğun birinci qatan köratmı. Süper. İlyas, birileri ko'rib qolsa uyat emasmi? Ko'si ko'sin, nima bo'g'iday Zumrat? Biz muhabbatimizni qachon yoshirishimiz kerak. Nereden geldi bu kır kahvaş ha? Zümrət? Kızım, siz tünügünmü, bugünmü yerim keçide kirdiniz? Dadınız bilip qalsa, qattiq jazolaydi cümon. Dadınızın mücazini yaxşı bilesiz o? Apa, siz mening kechaları chayrik chiqib yurganimni bilamsiz, nima? Her bir ana özünün balısının nerede yürgünni, kim bilen yürgünni bilişi lazım kızım. Apa, siz mening dunyodagi qimmatim, ko'z nurim, hayotdagi barimsiz. Kızım. İlyas intayin terbiye kögen, çoğlanın aldıdan doğru ötmeydiğen jigit. Onun üstüge az günde elçilerini evetidi. Şunun uchunla sizning sayliga chiqishingizga men qarshi emas. Rahmat apa. Hozir kirib demingizni eling. Yaxshi tush ko'ring. Yaxshi tush ko'ring. Bilaman. Ya İlyas,
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvoling yaxshimi? To'ymaysanmi? Qaramamsa qiyerqa qo'sh barliq planimni buzib o'tdi. Nima? Maqsadingga yetamidingmi? Sen bir boy qizning biligini tutgan baxtli odamsan. Yani kelib, shu qizning dadisining o'ng qo'li bo'lib ishlayapsa, o qizni qo'lingga tushasang, ularning barliq boyligiga ega bo'lsan-da, adash. Men uylangandan keyin mening qiynatam boy deb yuradigan bo'laman. Biroq buningga men rozi emas. Nimaga? Chunki barliq boyliq mana mening bo'lishi lozim. Albatta, adash, albatta. Rasul menga qara. Agar men uylangandan keyin sen menga yordam qilsang, qiynatamni ujiqtirishga. Shu do'maldagi qiynatamning magazinini sana taqdim qilaman. Rasmi adash? Rasul. Senindagi o'g'ilni Alloh saqlasin, adash. Qo'ya. Oldin qo'ygan bir shukirchilik maqsadlaring bor ekan emasmi sening? Rahmat. Sizdek chiroyli, ajoyib go'zal qizni ko'rib, qarang qo'llarimdagi paketlar tushib ketdi. Bu sizning sumkangizmi? Meni ko'rib, yegi tushib ketdi-ku deyman. Rahmat sizga. Siz mushu yodlagan so'zlaringizni qancha qiziq aytdingiz? Sanab ko'rsam, siz bari yo'qi 12-chisi qarang. İsmingizni unutib qoptiman. Yana bir qaytlab aytsangiz. Men sizga ismimni aytmagan, ammo aytib beray. Men Bostongul bo'lman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya adash. Farhod ham chaqirasiz, nima yursa? Menga telefon qilmadi-ku. Ya telefonni o'chib turdi, seni qarab baqa. Ha, adash hozir ya. Bo'la. Siz kechirsiz, men mamsam bo'lmaydi. Biroq sizdan telefon nomeringizni aytib berdi degan umid bilan. Rahmat. Xayr xo'sh. Chiroy adash. Sen sarang bo'ldingmi? Agar sening bosh qizlar bilan yurganingni Zumrat anglab qolsa, nim bo'ldig'ini o'zing yaxshi bilasan. O vaqtida sening 3-4 oyga qurgan planingni to'nug'i tashib etsang bo'ladi. Durust deysan adash. Menga hozir tavakkal qilishga bo'lmaydi. Biroq men o'langandan keyin boyliq, pul hammasi qo'limga tushgandan keyin pul bo'lsa jangalda shova degandek qizlar tepiladi. Menga ali bir xatakam kutib qolsin. Siz nima qilyapsiz? Birlar ko'rib qolsa uyat emasmi? Ko'rsin, nima bo'lg'idek? Men quchoqlasam, kelajakdagi ayolimni quchoqlayapman. Dunyodagi eng go'zalimni quchoqlayapman. Mana buni jinimdan ortiq bo'lgan qizni quchoqlayapman. Ko'zlar o'moq, lavlar shirin janonimni quchoqlayapman. Siz demak dadamni meni o'ltirayotgan xohlaysizkanda? Agar ishimizni juratqin dadam bilib qolsa, Әтті мен ол жиназ намызым түрдігініңізді ұнтып қалмам. Dadamның açığının yaman келігін siz birisiz. Altunum, undaq demang. Sizning achchiq yomon dadingiz sizni o'ltirishni ilgari mana meni o'ltirib etsin. Chunki sizsiz bu hayotning menga keragi yo'q.
Alaykum. Alaykum sizga. Rahmat. O'stangul, bu kuni sizni ko'rgandan keyin siz to'g'riliq o'ydan qutulolmas bo'lib qoldim. Yotsammi, tursammi, sizni o'ylaydigan bo'ldim. Yordam qo'llaringizni so'zmasangiz, men ariqchan bo'lib qoldigan o'xshayman. Shunga meni qutuldiradigan ferishtarim bo'lishingiz lozim. Siz artistlar maharati kursida qancha rol o'qigan? Nima siz menga ishonmamsiz? Bu so'zlarning hammasi mana bu chin yurakdan chiqayotgan so'zlar. Mana bizning uyga keldik. Nima? Bu Qosimkamlarning uyi emasmi? Qosimkamning bundoq chiroyli qizi bor deb o'ylamabman. Siz Qosimkamning qizimi? Yo'q, u yoq mening buvam bo'ldi. Xo'sh, Xayr, xo'sh omon bo'laylik. To'xtab turman Ilyasjon. Assalomu alaykum. Sizni ko'rsam uxlamas bo'lib qoldim. Mana hozirmi sizning surtingiz qarab yotibman. Shu ortiqcha chidolmaydiganini bilib sizga telefon qilyapman qarang. Telefon qilganingizmi durust bo'ldi. Mening yuragim o'rniq tushdi. Men tushunganingizga rahmat. To'yimizni 4 ko'zim bilan kutyapman qarang. Menmi kutyapman. Shu qarang yaqin orada elchilarni avatiman. Siz xotirjam bo'ling. Xo'sh, ko'rishishga omon bo'laylik. Mayli, xo'sh. Azatcan, uyingizda qarsandiq bor. Uning ichida oyoq kiyimlar bor. Shuni orasida mening qizil to'plarimni chiqib kelgan. Ha, ma'qul. Zumrat, şotunu koyup verin bana ben tushib olay. Maymunga bunchalik yerdan tushish qiyin bo'lmas kerak deb o'ylayman. Zumrat bu mumkinimiz. Ben tushib olay deyman. Chunki men sizni o'ch ko'raman. Qiring bo'lgan, ering bo'lar degandek bo'lib qolmisan yana. Tufli qiynay Azatcan. Qizim, kechqurun biz dadingiz ikkimiz Raydin buvaydan yubileyga boramiz. Siz Azatcan chiqinglarga tushliqli tomoq etib yanglar. Ma'qul opa.
Ne dediniz? Anılmadım. Ben fakat anılmadım. Azadaki hiçbirine desiniz açma. Bugün ben sana tamak vermeyeyim. Aşağısı. Size kolunuzda tabak içeceğim. İçmeye bu koydum her vakit. Doktan kemer olanlarla yırgal doktan. Doktan yakın yoluna. Onu indirme hazır. Kafama girmiş. Üçüncü ulug' vatan urushi biz uyning boshidan ketmaganda? Nima şey bu? Dadangizning olinlari bilan qolgan sening baxtinglar. Jig'ing chapsan rahmayana ishini. Nima şey bu? Xudoyim, men tavba qildim. Dadasi, Ho? Nima bo'lgan? Zumratning menishtirishiga, ishlashiga sapsilanga. O'g'il bolalardan farq qilib bo'lam. Ne bo'pti? Ishlabchan, ziyrak, intayin chiroyli qiz. Haqqanda baga yerida baxtli ipkilalaydi. O'g'il shundoq. Biroq yigitlarga siliq sipoya, muloyim qizlar kerakda. Siz uningni g'am qilmang. Agar aqli bor yigit bo'lsa, Zumratni ko'zi bilan emas, yuragi bilan to'ladi. Shundimi? Biz kutganimizdek o'g'il bola emas. Qiz tug'ilganligi uchunla yolg'iz qizimizni siz intayin qattiq tarbiyaladingiz, dadasi. Esingizda bo'lsin. Ishlamchan qizlar haqqanda bo'lgan yerda o'zi va atrofdagilarni baxtli qila oladi emasmi? Ilohim shundoq bo'lg'ay, dadasi. Amin. Choy qaynadi, choy ichaylik. Kirang. Mayak ke bota. İlyas? Ha, meni kabinetim kirgina.
Kir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim oyoq kelib o'tir. Rahmat. İlyas, bu yigit tuvangi maylda guruch ko'p pishilsin. Apirib ishlaydigan o'rinni ko'rsatib qo'y. Sizlar bo'sh. Nabız çıkıyor. Fakat bana bunu kaplarının hemmisini skladda kirib kiritilishi kerak. To'g'rimi? Chur, ko'tar. Nega qo'ydig'ini ko'rsatib qo'y. Uy, o'limchi. To'xtatni ko'tarmaydigan qanaqa odamsan? Jura bo'ladi. Mana o'sha yerga qoplarni hammasini yodlab qo'y. Azap. Benim onu değil. Ulan kaydın en kaşık beni. Şuradan. Va alaykum assalom. Azat, bugun sen qo'lingda ish keldig'imni dalillab chiqding. Yaraysan. Rahmat. Azatcan, gir tamamını sepirey alıp. Rahmat, meni qo'zig'im to'q. Farhatcan, Ho? bu bala herip ketkinden hatta tamak yemeği bölümse kirtsek. Siz yaman qattiq ketmediniz mi? Ayşe, qiyinchilikni ko'may turib, hayotning qadrini bilmaydi degandek, Azat ishlar jon beqishning qanday yig'il ekanligini bilishi lozimda. Şunda mesela boşarak bulundu dese. Uni barak ko'ramiz. Assalomu alaykum apa. Alo, oğlum. Qandaqsan, yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi, bolam? Oy, bolam. Seningsiz uyimiz mazaga aylandi, bolam. Intayin seni sig'indik. Men sizlarni seg'indim, apa. Ahvoling yaxshimi? Qo'siq to'yvotamdi qo'sig'ing. Men sana aqcha avitib beray. Kerakli nimalarni eval qilmoqilmi? Rahmat apa. Apa, bilamsizlar? Men bugun birinchi qatim umrimda bir kun kechgacha ishildim. Canım balam, altınım, yürügüm benim. Bizni keçirdi adam işkilimizni. Muşundaq ahvalga sağınımızga. Apa, meni qo'llab-quvvatlashning o'rniga nimaga yig'laysiz?
Doktor kemer dolanacak ve yırgalım doktor. Doktor yakın yoluna müridime hazır. Tova. Nemişki men Zumradni pat o'ylaydigan bo'ldim. Nemişki o'z uyimga qechib ketishni o'ylamas bo'ldim. O'zimning yesitiga hayronman. Men Zumrad Shikovaning patiqini to'ng'a bo'ldi deb angladim. Shu rostmi? Altunum, kız bana yalı çapılap, özüge ölendirişki mecburlavatı tuturam. Bomsa, da kızda ben ölünettim mi? Bu kızның datısı intayın boy bolğaçqa, hükümet xadimlari hammasini yaxshi tanıydı. Ve şunun adamları. Şuna, ular meni birdamdila turmaya solab edi, yoki bu dunyoga avatishi mumkin. Shuningga amalim yo'q. Majbur bo'laman. Biroq bu qiz bilan to'y qilib bo'lgandan keyin biroz turib ajrashib ketaman. Chunki men sizsiz yashay olmayman. So'ygunim, menga ketish kerak, chiqib berish kerak. Jo'rang emasdan uyga boraylik. Zumrad, mening siz bilan bir sayli qilsak degan armonim botdi. Mening orangutan maymundan chapsanaroq qutulsam degan armonim bor. Unchilik deb ketmam. Shu bir kuni orangutan maymunga söymen, köymen degan tuyg'u so'zlaringizni deb qolgan kunlar bor. Allah saqlasin. Bu ana. Zumrad bilan Azat kepti. Zumrad bu bog'da yuribdi. Zumrad o qal'ani bog'ni nim qildi. Yaxshi. Zumrad, sizni kutib o'tirmiz. Jurum. Daraxtdan daraxt sakrayma deb ishqoq qilmang endi. Agar siz menga ko'nglingizni bo'lsangiz, men daraxtlarga isilmayman. Abar baba, mening ko'nglimni iglamaga jiyetim bor. Başlamak lazım. Zumrad, agar sen o jigitda yashamsan, men tanishtirib qo'ymayman. Bekim chiroyli yigit. Maqtul. Azar! Ben seni Zumrad'ın kışığı yakın kemer deb agahlandırgan bu. Sen yeniymiş gelse, sen yaşlık çönmeydiğin bak gelse. Ben hazır senin bu sözün olayım. Bana kuvaşta sen depolaydan bolsa saymasın. Ben de yeni bir kıttım Zumrad'ın kışığı seni görsem, yine de ya. Gözüm olayım. Toma!
Assalomu alaykum dada. Oğlum, ne oldu? Ağırıp kalmagansa. Önün bir kısımlık. Yo'q dada. Ahvolim yaxshi. O'zing olangchi dada. Ahvoling qandaq? Apamningchi? Allah'a şükür. Bizning tan salomatligimiz yaxshi. Rastla, Farhat ağaynım telefon orqali seni maqtadi. Aqlliq va ishlamchan yigit deb aytdi. Sana rahmat oğlum. Beşinga shunchalik qiyinchilik solganimiz uchun bizga xafa bo'lma o'g'lim. Unim deganingiz dada. Rostligimni aytsam, birinchi kuni sizlarga intayin qattiq ranjidim. Biroq hozir emgakning nima ekanligini tushundim. Shuning uchun sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Dada, xafa bo'lma. Mening ishlashim kerak. Bo'pti o'g'lim. Xo'sh, ko'rishguncha omon bo'laylik. Xo'sh. Oğlum, aytqina. Sening ishga bormaganingga qancha kun bo'ldi? 5-6 kun bo'ldi. Sening ishga bormaganingga mana bugun 16 kun bo'ldi. Esingda bo'lsin. Agar sen ishga shunday qilib bormasang, laylanlab yurishni to'xtatmasang, sening yolg'iz o'g'lim ekanligingga qaramayman. Dada. Darvozani bir uryotdi-ku. Dadasi, bir sayr darvozani urib chiqiltay deyapti. Kim deydi bu? Dada. Al. Al. Aziz, ben bir ayol koçunu beşirkiydi. Darvozani urib chiqayotgan asqayotdi bu. Bu ayolga nima kerak ki? Bilmayman, sizden görüşmedeydi o. Kim kılayım? Oğlaydı mı o? Kırgızayım o. Aytagina kızım. Ne oldu? Hop hazır işini hiç bilmem. Nime? Sizlar boy bo'lsanglar, sizlarga qonun yo'q deb o'ylaysiz ekan-da? O'zimizni bilsin, nima voqea? Asla aytma. O sizlarning bolanglar kecha mening qizimga bosqinchilik qildi. Yaxshilikchi sizlarning o'g'linglar mening qizimga o'ylanishi lozim. Bo'lmasa, men uni sotga beraman. O qolgan umrini so'loqda o'tkazdim. Eğer Azat sizlerin kızınlığı baskınçılık kılan olsa, o şu kızla ölülüdür. Onundan hem kuman. Beni sözle. Akşam sen kim bilen buldun? Mening esim yo'q. Mana, ko'rdinglar oğlum, balanglar qanday ahvolda. Bundaq balani tarbiyalagan sizlarga molatlar bo'lsin. Ağzını bas. Nima deb bildinglar sen? Oldu, sabr qilin. O'zingizni bilsin. Aytinglar. Saat qanchalarda qayerda qizingizga bosqinchilik qildi? Kechsi soat 12larda. Yoshlar hayronbeg'ida. Azat, tunugün kech saat qanchalarda keldi? Saat 9'larda ağınızı bilen birlik geldi. Dilmurod. Akşam Azat saat qanchalarda keldi? Bak 9'dan 12 minut ketganda Azat ağinisi Qudrat bilan uyga kirib keldi. 9'dan 12 minut ketganda. Kameraga tushirilgan video ko'chirishlarni chapsana kirpagin. Men-chi bu ishni mendaq qilib qo'ymayman. Tamam, qayoqmandimiz? Oldu, mening taqdim qilmadi. Sen mening yuragimni zed qilib olding.
Endi meni tasha. Erteden başlap sen yazığa Ferhat ağinamның yeniği verip şu yerde işleysen. Ben işakı bağmayman dada. Ondaqda bağmısan, ben barlıq karxanlarını sınlığına yazdırma. Sen musundaq sürüyver. O nemi degeniniz dadısı? Yalğız oğlumuzni kul süpütüde evetkiniz nemisi? Oğlumuzni mushu dereceye apağansız. Onu dürüst terbiyeleşin ornuğa ekletip işinizi çıkırıp aldınız. Boldu endi, siz jim oturun. Siz hazır bazağı verip, en erzen kimlerin oğlunuzga bir kuruyup verin. Mindeysiz, menin yalğız oğlum gadayladek jürüş gerek mi? Bugünden başlap oğlunuzun karşısını yip etmen, kıymet kim keçigini köydür etmen, maşinisini bekit etmen. Esingde bolsun, eğer Ferhat ağinem senin işlerinden razı bolsa, özün kalgan jip maşinisini ip berme. Alo. Ferhatcan adaş, kandak ahvalın? Assalomu alaykum. Rahmat adaş. Allohga shukr, barligimiz yaxshi. Mening sana bir iltimosim botdi. Hey dadaş. Qo'lim ko'ksimda. Oğlumni 2-3 ayga sana öğretsem, şehirde sürüp horun bo'lib ketdi. Qandaq deysan? Sen unda qaror kelgan bo'lsang, men qarshi emas. Ügütey. Bilsan-ku, senin sözün mening uchun bu qonun. Adaş, göz senin ustuğunu meniki degan gap bor. Oğul balının qorun bo'g'ni yomon ekan. Uni mening o'g'lim deb ayma. Agar o'g'irlik qilib ishlamasa, tamoq berma. O mening o'g'lim ekanligini hech kim bilmasligi lozim. Adaş, xatirjam bo'l. O'rinlaymiz. Az adaş, it qo'yadigan. Azatcanni bizning ko'noy g'aybat ma'qulmi? Xo'p, bo'ladi. Ma'qul, xayr vaqt. Xayr. Алтыны менің. Ішкіләнің келечігін ойлап, мен сіз итмайла үй сетіп алғантым. Әнде шой сізге яқамды, яқмамды деп, нағайты биярам болатымын. Болмаса жүрің беріп көрәйлі. Егер сізге яқмыса, ені башқа үй сетіп шыққан әнтая. Жүрің көріп көрәйлі. Meyli, жүрің. Ona şu bizden yeni evimiz var. Maya aşkanımız. Bu yakta juymuş bölmemiz. Çıran yani başka komutlarını göstersin. Murat endi bu yak kırma. Yatakhanımızını görün. Qanaq sizga? Murat. Siz nimanda qilasiz? Pat yaqinda ikkimizning to'yimiz bo'lganini yaxshi bilasiz. Birga bo'lsak nima bo'pti? Shundaqla men sizsiz yasholmaydiganimni yaxshi bilasiz. İlyas, bu sizin nemi kılatkanınız? Biz hayatımızı pak dilimiz bilen başlaşmamız gerek. Eğer sizin mındak oyunuz bolsa, bunun ki manga yakın yoluma. Meni kechiretdingiz. Bundan keyin men o'zimni tutishga tirishaman. Tushunganingizga rahmat.
Mening söygünüm. Men sizga aytgan-ku. O qizga amalning yo'qidan o'lnyapman deb. Mening haqiqiy muhabbatim u siz. Siz menga ishonishingiz kerak. Men hech bir vaqtda u akak sadakka yaqinlashmayman. Sizsiz bu olamda yashamayman. Canım, mening zarur ishim chiqib qoldi. Men sizga keyinroq telefon qilaman. Hozircha xo'sh. Vay vay. Yağan içki bek mi çevirkense? Adash, yuqori cho'qqilar ko'tarilgan desam, aldashni bilishing lozim. Durust deyse adaş. Sen Zumrat'a öğlengendin keyin uzak sozmay dağıtısını yok qilsak deb o'ylayapman. Durust deysa adash, planimizni uzoqqa sozishning hojati yo'q. Ha. Ben chiqib kiraman. Fuhuşçu, özlemlerini satılgan 200 munafiqlar sizler. Azat! Avval o'zingga qarab boq. Pul uchun bir uyda malay bo'lib, uni azdisa ko'ngildan chiqish uchun o'zingni setish tayyorligini unutma. Men malay bo'lsam-mu, hech vaqtida hech kimga saqlıq qilmayman. Sen-chu Zumratning bir tomchi meshiq to'xtamaysan. Ha, bo'ldi. Ko'zim ko'rinmay chiqa. Hap. Zumrat, men sizning İlyas bilan uchrashish deganingizga qarshiman. Siz kim shunchalik meni hayotimga aralashadigan? Oyoqda qoplab kutib turdi. Berib ishingizni qiling. Endi sizning davram va men sizni kirgazmayman. Nima sababdan kirgazmaysiz meni? Sababini dalamayman, biroq kirgazmayman. Ishimiz aptab o'tib ketgan o'xshaydi. Nima nedi? Azat. Xalay tugabdi, ip keling. Altunum, endi ishimizning so'zini yana buzib o'tdi. Shuna yana sizga yana bir qatim telefon qilaman. Siz meni bu dunyodagi xushim va yulduzim. Men sizsiz yashamayman. Siz bu dunyoda mensiz yashamayman deysiz. Ammo boshqasiga o'ylansiz. Uni qanday tushungani bo'ldi? Jinim, sizga yana bir qatim qaytlayman. U akak sadakka amalning yo'qidan o'lnyapman. Bo'lmasa, unda qizga o'lnatdimmi? Siz nima ishga tushunmaysiz? Men sizga dedim-ku, Zumrat mening so'ygunim. Mana pat yaqinda 13 kundan keyin ishkilarning to'yi bo'ladi. Siz nima ishga tushunmaysiz? Bo'ldi, menga boshqa telefon urmang. Altunum, siz qachon kirdingiz? Xeyli bo'ldi mening kirganimga. Qaramamsiz bir qiz aqamga kirilib, nihoyatda bearam qilyotdi. Biz chapsanroq o'ylansak, mana shu chaqdilla u qizdan qutulgan o'xshayman. Jurana bir aylanib kiraylik. Zumrat, bizning to'yimiz yaqinlashgan sari mening taqdim yo'qotdi. Men to'yimiz chapsanroq bo'lsa deb kun sanab emas, soatmi emas, minut sanavdim. Men bu to'yimizni kutyapman. Voy, Rasul telefon qilyapti. Men so'zlashib olay. Siz menga turing, tegishib olaman. Hey, akkesedek. Ko'zing qarab mamamcha. Ya sen qarg'umi? Sen haqiqiy o'g'il bola bo'lsan, qiz bola qo'l ko'tarmading. Demak, sen o'zingni o'g'il bola deb tanaysan ekanda, hozir sening qanchalik o'g'il ekanligini ko'rib boqay. Adashjon. O'limtik, yuga apangga berib, holingni aytib, qattiq jilg'ab bergin. Azat, sen nereden geldin? Zumrat, ne oldu? Bundan keyin ko'zim ko'rinmang. Yo'q qiling. Juring, men sizni olib qo'yay. Zumrat, siz o'zingiz menga yo'ring.
men o'zim ketman. Siz o'zingiz Ko'p rahmat. siz o'zingiz yetalamsiz, men olib qo'yay. Zumrad, men o'zim ketalayman. Sizga ko'p rahmat. Xijolat qilmang. Siz yetasangiz, men manglayman. Apa, canım apa. Neymiş ki ben başka kızlara oksumayım. Neymiş ki ben onlarda kirayla gelmez apa. Şığılma kızım. Siz dünyadaki en kiraylı kız. Undaq bolsa, barlıq neymiş ki meni yarım erkek deb zanlıq qılıdı. Kumanınız olmasın ki siz dünyadaki en kiraylı, en mulayim, en güzel kız. Undaq bolmasa İlyas sizge öğünettim o kızım. O kayın doğru. Bu uyda başka söz bolmuşsunca apa. Neymiş ki kızım ne oldu? Az gündeş kimlerin toyunlar boladı. Ben ölsem onun oturmaşkı çıkmayayım. O oğul bal emez. Ben için o öldü apa. Zümre, kızım, to'xtama. İlyas, assalomu alaykum. Assalam. Ben tünönki voqeani anladım. Sen nimishki Zumradni qo'g'dimding? Agar sen Zumradni qo'g'digan bo'lsang, hozir Zumrad sening so'zingda chiqmaydigan sening kuchuging bo'lib yuradi. Sen bizning planimizni hammasini yo'qqa chiqarding. Endi Farhatning pullarini unutgin. G'am qilma adash. U akak sadek kim qaraydi desa, ko'rsam 1-2 kundan keyin u o'zli menga qaytib keladi. Kelimiz shu adash. Bu qizga yigitlar qarimish mumkin. Biroq sana o'xshash pulni qaraydiganlar albatta chiqadi. Sen Zumradni 2-3 kunda qaytib keldi deb maqtanatding. Mana bir haftadan eshib ketdi. Qani qaytib kelgani? Men ata u qiz bilan yana yaxshilik so'rashmoqman. Agar u chaqda u yana tarsalik qilsa, mana shu vaqtida men uning bilan boshqacha so'rashaman. Ma'qul. Undaqda biz birinchi chapsanaroq Azatni ujuqtiraylik. Zumrad, shu kuni Rasulning menga telefon qilganini angladingizmi? Men sizlarga ko'mak qilibman. Agar ko'rgan bo'lsam, uni men tirik qo'yatdimmi? Yo'q. Siz o'zingiz yaxshi bilasiz. Siz mening baxtim, ko'z nurim, bu dunyodagi orzuyim. Siz menga ishonishingiz kerak. Ben sizge özemga ishongandek ishonatdim. Biroq siz qandaq odam ekanligingizni dalillab chiqdingiz. Men sizga da'vatman-ku. Men sizlarga ko'mak qilibman deb. Sizga qaraganda Gruzchik Azat o'g'il bolki. Neri turing. Adash, Zumrad nima deydi? Achchig'idan sal qaytgan o'xshaydi. Chunki u ozroq bo'lsa, mening bilan so'zlashdi. Yana ozroq kutaylik. Agar u yana tarsalik qilgan bo'lsa, bu vaqtida u qiz bilan men nima qilishni yaxshi bilaman. Atanishchi, jidal chiqamadiki? Endi ularning ko'zicha men durust yigit. Zumradni yaxshi ko'radigan shundaq yigitman. Undaq bo'lsa, Azatning ishini bugun bir taraf qilaylik. Qana qaraysiz?
Дұрыстайса, Азатны мен сағат 4-те үземге чакырман. Шу вакытта сен Азатка нем кылышны яхшы билесең. Болды, келиштик. Бирок адаш кара, ога сағат 13-ден кийин таасир кылсын. Дұрыстайса адаш. Оның һәммәсе кулганда екен өлгенде турыс. Татси, чай. Ой, рахмет. Zumrat bilan İlyas deyman. Ranjishib qopti. To'yimiz buzilib ketadigan bo'ldi. Oy, hatta har ayam so'qishidi-ku. To'y bo'yicha yaxshilab qola. Hey tam. Zumrat İlyasdan qattiq ranjibdi. O'nchini qattiq ranjigidek İlyas nima qilibdi? İlyas degan cho'lan hurmatlaydigan, har qanday odamning ko'ngli chiqadigan balg'u. Oğu şundaqku. Biroq Zumratni ochiq qaytam degan tam. Qaytib qola? Азат, мені кабинетime чапсаң кір. Мақұл. Kıram. Azat, etlikse etigen erekegin. Bolamda? Sen bu sözlerini telefon arkalık yetişki bulmaktı mı? Amma ben bu sözlerini gözüm göze etkan duruz gördüm. Sen boş. Maqul. Qana oldu biz. Biroq bu bugun o'g'ini ko'p ichyapti. Qanaq bo'lakin? Ansirmalar, hammasi yaxshi bo'ladi. Kiring. Farhod aka kirsam bo'lamdi? Ruxsat. Kel o'ta. Farhod aka, men sizning qishingizga Ilyas aytgandim. Biroq deytsam xijolat bo'lyapman-a? Nima xijol bo'lsa? Ayting-a, nima gap bu? İlyas Zumrat chiqsi. İkisiga nima bo'pti? So'qishqapmi ular? Bilma ular so'qishqanini. İlyas Zumrat chiqsi nikah yashaydi. Ey, sen endi bildirlab olsan ey. Zumratku, o'zim bunday ish qilmaydi.
Men bu gapni butkul juda olmay turib ikkisini o'ylantirsak deb o'ylayapman. Ne? Bak, yo'qol. Yalan gapni qilma, yo'qol. Xafaman aka. Dad, siz keldingizmi? Mayaq kelib o'tiringlar. Nima bo'ldingiz, Dad, siz? Men hech vaqt beshimni birini oldi sanzlatmagan. Mana bugun beshimni yegib o'tirman. Zodi nima bo'ldi dedingmi? O qizing İlyas bilan nikahsiz yarashyapti. Nima? Nima deyapsiz? O mumkin emas. Shamol qizni daraxt qilinishmadi degandek, agar ikkisini orasida birdan bo'lsa, yuqoriga ko'chirsak bo'lamda. Bo'ldi, qo'yqayni qilinglar. Qo'y Zumrat İlyas bilan to'y qilmayman deb qat'iy aytdi-ku. Agar İlyas turmush chiqmayman desa, unda qizim mening yo'q, o'lgan. Nazir o'tkazma xolos. Ayshan, Zumrat kirib ayting, to'y tayyor qilinglar. Farhat to'xtang ha. Apa, nima bo'ldi? Og'ir qolgansiz? Qizim, siz mendan hech nimani yoshirmadingiz-ku. Qani aytmang. İlyas shiqinglar qachondan beri yaqin bo'lib jursizlar? Apa! Nima deyapsiz? Hay, jurtning ichida har turli so'z suychak chiqyotidi. Men dadangizning ko'zida hech qachon yosh ko'rmagan. Mana bugun ko'rdi. Manqara. Siz nimishga bu pastga ish qilmadingiz? Ha? Siz nimishga bizning obro'yimizni o'ylamadingiz, qizim? Ay, to'yg'im oz qolgan-ku. Altın, mehriban anam, ben dadam şıkılanı. Senden mi artık görümen? Dadam şıkılanın abroyuğa ölsem mudak keltirmeymen. Ana, bana işinin. Ma'qul. Sizga ishonsam, jurtning oldidagi bu qo'shti so'zlar nereden chiqyotidi? Ana, o söz çıkıversin. Bana dadam şıkılanın işengininglar gerek. Eğer bana işenmisanglar, doktorxonaga berib işendirey, ana. Doktorxonaga berishning hojati yo'q, qizim. Sizga ishondim. Ammo xalqning og'zini jumg'ilib bo'lmaydi ekan. Zumrat, akalar men chapay. Nima? Shaharda 6-chi bilamdi. Sizning staffim bo'lsa, chaqsal o'yin olmaydigan o'ylar. Ha, men chip ko'rim. Hova, orangutonni 6-chi kun birinchi qatim ko'rapman-ku. Siz asirman, sizdek bu orangda turmush chiqsa. Alloh saqlasin. Kızım,
Bugün sizge nima bo'ldi? Kayfiyatingiz bekmi o'sdimi? Yoki İlyas ishqilni yaxshi qo'pib qoldinglarmi? Azat, Azat. Oğlum. Azat. Azat. Bunda kullanma. Azat. Doktor çakırın, Zümrüt bunu doktor çakırın. Kızı kılamıyorum. Yedim Azat. Ne oldu Azat? Alo. Farhatcan, He. Azatcan doktorxonaga tushib qoldik. Oyning deysiz oy. Qaysi doktorxonada? O'zimiz doktorxonada. Jabsan kelaman. Hemen derhal yetmem lazım. Azat fındık. Azatdan ayrılgalı. Ayşem, ensirmin. Azat yaxshi ketdi. Mana ko'rasiz. Bo'ldi. Yaxshi ketdi. Doktorlar keldi. Bo'ldi. Sevir qo'l. Doktor, bolam qanday? Oğlumla zehirlengen. Şunun için biz onunla zehirinin gücünü kaldırdıgan doğrularını verip balanlarını tutuldurup aldık. Sizlerinin doktorxanaga balani tez әкелгенinglar intayın yaxşı buldu. Eğer kiçikkine keçikken bolsanglar balani tutuldura almadı. Rahmet doktor. Rahmet. Yaxtaşıtsa qara. Da. Коробка mı? He. Sokladır bak. Rasul. Конечно. Azat tirik qapты. Nima deysan? Uning tirik qolishi mumkin emas. Bu kemgichang boqu mun doğrudan hech kim tirik qolmagan adash. Mana qapты go. Bo'ldi yani tergapchilar o'z ishini boshlaydi. Shuning barliq dori darmonini ko'zini yo'qot. Ular meni uyimda dori topolmaydi. Ham dorini yo'q qilgan adash. Sen ansirma adash. Tushir menga. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'ta. Zumrad chiqinglar, nimaga so'qishib qoldinglar? Men hech kimga aytmagandim. Biroq sizni yoshiramayman. Birlari dushmanlik qilib, bir-birimizga cheqib, uni oz desa, u hokimni kuch-kuchga selib, Zumrad ishkilan ayirib etdi. Kimga sizlarga dushmanlik qilgan? Aytsam ishonmaysiz. So'zma aytmaysan-ku. Azat. Azat? Shu agar u sizning xizmatchingiz bo'lmagan bo'lsa, men uning og'zini o'ng'ayli yopatdim. Shu sizni deb ilojisiz yurman qara. Men-chu qizimning baxti uchun hech nimani qaytmayman. Azatni ati o'g'in uyga qaytarib o'tma. Ma'qul, rahmat sizga. Sen boş. Kızım, siz mendan hech nimani yoshamayman degandingiz. Qani so'zlang. Apa, bizning uy xizmatchimizning qanchalik oliyjanob odam ekanlik, yaqinlari uchun jinini pido qilganligini men ko'rdim. Qizim, u oddiy bir xizmatchi-ku. Uning topgan puli bilan mushuk optaqqa chiqmas. Gap pulda emas, insonligida apa. Bugun meni qo'g'dayman deb qanchalik tayoq yedi. Siz Azatni ish ko'ratdingiz-ku? To'g'ri deysiz. Dastlab men qarg'u bo'ptiman. Endi ko'zim ochildi. Yaxshi bola ekan.
Özünüz qarang qızım. Жүрегіңіз немені қалса, шыны қылың. Dadыңыз siz үшін женini ayırdı. Beni keçirin Ferhat'ka. İhtiyarsiz sözün bana anlap kaldım. Ben Zumrat Kışınmen. Azatcan, hazır benim seninle araştıracak vaktim yok. Ferhat'ka, sizlerдің uyumuna turvatqınımға şikayetini açtı. Ben şu vaqt aralığında Zumrat'ın qanchalik tertipli, qanchalik sizler üçün jinini berdiğin kız ekanligini bayqadım. Urf adat bo'yicha men Zumrat'dan qo'lini so'rash uchun elchilarni o'tishim kerak. Biroq vaqt to'g'ri kelmayotdi. Men uyga borgandan keyin elchilarni o'tay. Zumrat bilan İlyasning to'yi bo'lmasligi lozim. Azatcan, sen bizning obro'yimizni saqlab qolish uchunla o'zingni o'tga tashlab u qiz sana loyiq emas. Chunki u qizning qilmishlari keyin seni azaplaydi. İkinglar o'ylansanglar, sen baxtli bo'lamaysan bolam. Rahmat sana. Ferhat'ka, men Zumrat Kışınmen ve o qizni ömür hayat baxtli qilma deb sizga va'da beraman. Rahmat Azatcan. Rahmat. Apa? Men mağdım. Ne mağdım? Aminam dostumning tug'an kun degan-ku. Ashuni qilmadim. Vay şemende. Muşu turunuz bilen toy qilmadingiz mı? Hangim bo'pti? Mundaq to'yga berishga bo'lmaydi, qizim. Jo'ran kimlaringizni yetkazib chiqing. Apa kechik qolma-ku. Jo'ran yetkazib chiqing. Oo, vay apa. Tükoram kiyivereyla. Putlarımga samalla urup ketdi. Bu ko'ylgingiz yarashmabdi, qizim. Chiring boshqa ko'ylak kiyayli. Chochlaringizni so'qishqa qizladek. Qizim tiktirib ketibdi. Jundayli. Men Farhatkan bilan so'zlashdim. Bu Zumrat ikkimizning yomonlashib qolganimizni biladi. Endi men Zumratni apqishib ketsammi, u meni jazolamaydi qara. Undaqda bugun to'ydan keyin sening o'zingning apqishib ketganing durust. Nimishga apqishib ketdiysa, sen-chi yordam qilmamsan? Men sen kelguncha sening bo'lmanglarni tayyorlab turay. Ma'qul, durust o'ylabsan. Ha, tamam. Azat. Azatjon, siz meni tanımadingizmi? Zumrat, sizmi?
Zumrat bu rastlısız mı? Ben size oynayıp koygan. Жүрің. Sizge bu kiyimler acayip mi yarışıptı? Болды. Толымы қарай ama ikiniz kurdu. Menin aşlaş hısladım ba. Özüm aşlap koyayım. Ondaqda keş kütkiçe minadan közsüzdey oturum. Ha, maqul. Jiranga aylanıp kiraydi. Hop buldum. Bir yuhan çölde man. Bir yuhan man ama. Ağaçlan da man. Yuhan mana maşta buldu. Hem de delemem. Sana ben kızla yetmeye kaldım. Sen demiş ki birinin ayağını aksı kırıp aldı. Zumrat ikimizдің patiyakın toyumuz bolduğunu sen yaxşı bilsen. Ama bilip koy Azat. Zumrat ikimiz köptün beri her ayalda yaşap atımız. Esinde bolsun. Bizden işimiz qarlaşma. Жүрün Zumrat. Қолыңды тат сатқын. Азатжан шәннен бұшпласқа. Азатжан шәнмен бұның. Azatcan. Azatcan. Zümrət, kızım. Baba. Kızım, Qasımbay elçilərini əvətibdi. Şunun sizin cavabınızı bilay dep kirdim. Apa ben sizge aytқан ғой. Ешкімге тұрмышқа шықмаймын деп. Kızım, Qasımbaylarning turmushi yaxshi. Balısını chet ellarda o'qib, tarbiyali falan. Sizga yana nima kerak? Apa ben sizge aytdim ғой. Ешкімге тұрмышқа шықмаймын. Nimandaq tarsalik qilsiz? Mushun bilan 3-chi elchilarni qaytaryapmiz. Ya 10 yıllık sotulup ketken İlyas'ını kütemsiz. Ya siz. Azat Gaday'ını kütüvatamsiz. Apa, ben siz güzelden cevabını aytdim ғой. Hey.